Assalomu alaykum, mehri kulol obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana yana bitta chiroyli, sehrli ishlarimizdan biri nihoyasiga yetdi. Mana azizlar, ikkita qozonimiz, bu yerda samovarimiz flagadan bo'lgan. Mana azizlar, bu tomondan yoqiladi. Bu o'choqlarimizga eshik qo'ymadik. Bu tomondan ovqat qilinadi azizlar. Mana tomondan ko'rinishlari. Ikkita asbest turba qo'ydik 200 dan. Yaxshi totadi, xudo xolasa. Mana bu yerda jumraylari bor. Xudo xolasa. Bu tomondan bemalol tika turib ovqat qilsa bo'laveradigan imkoniyat. Bu tomondan kichkina qozonimiz. Mana azizlar, orqa tomonlari bu. Bu oldi tomonlari azizlar. O'choqlarimiz xudo xolasa yoqib berganmiz. Suvlar qaynab, nihoyatda bir chiroyli shaklda suvlar qaynamoqda. Mana azizlar, o'choqlarimizni yoqib berdik. Endi bu eshik qo'ygan joylarimiz ham bor, qo'ymagan joylarimiz ham bor. Mana tutun totishlari qanaqa o'zlaring baho berasizlar. Azizlar, uzoqdan ko'rsataylik. Tutun totishlari skvoznoy a'lo daraja. Xo'p. Katta qozonimizni ham bitta ko'rib qo'yamiz. Azizlar, tutunni olib ketyapti. Ichida alangalar yonyapti. Doğrusu. Mana azizlar, tutun totishlari. Bu tomondan ko'rsa ham bo'ladi, mana tutun oldidan chiqqani yo'q, xudo xolasa. Mana yonlarda samovarlarimiz. Xudo xolasa. Bittasida bolta sho'rva, bittasi suv sho'rva qaynayapti mana azizlar. Xudo xolasa. Mana o'choqlarimiz bitdi. Choyxona bo'lib, chiroyli bo'lib chiqdi. Mana bosh tomonda endi tandirlarimiz, xudo xolasa. Tandirlarimiz ham bir sutka mobaynida 70 kilo ko'mir bilan chiroyli bo'lib pishib, mana ustiga zontiklarigacha o'rnatdik. Tandirimiz shlaka blokdan bo'ldi. Iloji boricha joydan unumli foydalandi. Doim radi bilan tushardi. Bu tarafga o'chog'imiz bo'ldi. Shu tomonga tandirimiz bo'ldi, addenli bo'lib. Tandirlarimizni ichini ham oqartirib berganmiz. Somsa yopishga tayyor. Xudo xolasa. Azizlar, zontiklarigacha o'rnatdik. Qanaqangi fikrlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. İmkon qadar qo'ldan kelgancha qilib berilaveradi. Mana azizlar, bizning YouTube kanallarimiz bor, Mehri kulol tandir o'choqlari desalaring chiqadi. Bu qilgan ishlarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Ko'mirchilik mahallasiga Abduqahhor tog'oni xonadonlariga qildik mana. Azizlar, nihoyatda bir go'zal bo'lib chiqdi. Mana azizlar, ko'rib o'zlaring bitta laykni bosib tarqataverasizlar. Mana bokimizni shu taraflariga chayni-payni qo'ysa ham bo'ladigan imkoniyat bo'ldi. Joy bo'ldi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.